yuzini byudjetli narxda yoshartirmoqchi bo'lganlar, agar shu yerda bo'lsanglar, yaxshilab ko'ringlar. Butun Instagram, TikTokda Medicube brendini mana bu jeleli kremi bilan mana bu night maskasi haqiqatda hit bo'ldi. Keyin test qilishga o'tdik bizlar. Mana bu asalinaning sostavida kollageni bor ekan, a maskada esa ceramid, niacinamid, bundan tashqari kollagen ekstraktlari qo'shilgan ekan. Bilasiz, niacinamid poralarni vizajistlar orasida, blogerlar orasida topoviy hit продажаga chiqqan va real рабочий bo'lgan, makiyaji oqib ketmasligini va stolga turishini oldin olib beradigan makeup fiksatorlarning 3 ta topovoysini ko'rsataman. Tayyormisizlar? Birinchisi Gucci Glow Mist. Для всех типов кожи, yog'li ham quruq ham ishlatsa bo'ladi, и четкий namlantiradi. Ikkinchisi более бюджетный Tir brendidan makeup fiksator. Keyingisi haqiqiy premium qo'limda. Buni aytmasam bo'lmaydi. Bu qizlar Milk Toner. The Ordinary brendidan Milk Toner. Sostavida sut bo'lgani uchun terisi ta'sirchan va quruq ko'rjalar, o'ralari kengaygan ko'rjalar bo'lsa, albatta tavsiya qilaman. Chunki bu teringizni tinchlantiradi, yuzingizni oqartiradi, sepkillaringiz, dog'laringiz bo'lsa, ularni oqartirib berishga yordam beradi. Bundan tashqari, eng yoqqan joyi bu yuzingizdagi teshiklarni qisqartirib beradi. Faqat sizlar yozganingizcha men bu kremni sizlarga aytmoqchiman. Menga bu krem juda ham yoqdi, chunki buni sostavida aynan gialuronkasi bor. Gialuronkali kremlar juda ham teri uchun foydali. Ayniqsa ko'p qizlar aytadi, "Makira buni более byudjetный krem tavsiya qiling, uni ertalab ham, kechqurun ham sursa bo'lsin" deydiganlar uchun shikarniy krem tavsiya qilmoqchiman. Buni sostavida qizlar gialuronkasi bo'lgani uchun terilarni ham namlantiradi. Bu istoriyamdan keyin kosmetolog bilan meni so'kadi. Qizlar, kosmetologga bormaslikni xohlasanglar, ekonom qilishni xohlasanglar, eng topoviy yuz ochistka qiladigan 3 ta sredstvo. Qo'rqib ketmanglar, uchalovini olishim kerak deb. Uchalovini olmaysiz, bittasini olsangiz yetadi. Bittada yuzingizni shunaqa ochistka qilib beradi. Kosmetologingizga olib qo'ygan pullaringizni ancha yig'ib o'zingizga bitta inamarka olasiz malikaga o'xshab. Nimaga kosmetologga bormayman bilasizlarmi? Chunki men kosmetologga ketkazadigan pulimga inamarka. Qizlar, bu narsa haqida sizlarga juda ko'p istoriya qo'yganman va kelganini aytmoqchiman. Bu narsa kimmi kiprigi juda kalta bo'lsa, narashkalardan to'yib ketgan bo'lsa, qoshini, kiprigini o'stirmoqchi bo'lganlar uchun professionalniy serum kelgan. Imенно qoshingizga va kiprigingizga ishlatsangiz bo'ladi. Ikkitasini ishlatganingiz o'zida normal rezultat bo'ladi. Men o'zimdagi rezultatni ham sizlarga hozir qo'yaman, ko'rasizlar. Ikkitasi bitta kurs lecheniyasi bo'ladi.